Oyat va ibrat. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Hali men sizga aytayotgan gaplarni eslaysizlar. Ishimni Allohning o'ziga topshirdim. Albatta, Alloh bandalarini aniq ko'rib turguvchidir. G'ofir surasi 44-oyat. Mo'min musulmonning panohi yakka-yu yagona Allohdir. Agar shu haqiqatni aql bilan anglab, chin dildan iqror bo'lib, har qanday nochor holatingizda ham Alloh taolo sizni najotsiz tashlab qo'ymasligiga qat'iy ishongan holda duo qilib, yordam kutsangiz, inshaalloh u zot sizni albatta nochorlikdan chiqaradi. Sizga hattoki tug'yonkor, zolim Fir'avn kabilardan ham nohaq zulm yetishidan panoh beradi. Ishingizni o'nglaydi. Bor yo'g'i birgina kalom. Va ufawwidu amri ilalloh. Ishimni Allohning o'ziga topshirdim. Illo bu kalomni Alloh taologa to'liq taslimiyat bilan aytish lozim. Banda o'zining bandaligini tan olib, uni ko'rib turuvchi, kerak bo'lganda himoya qiluvchi Robbi borligini qalbi bilan tasdiqlab, har qanday mushkullikda, nochorlikda ushbu oyatni eslab, Alloh taologa yuzlansa, albatta najotga erishadi. Zero bu oyat aynan Alloh taologa qat'iy iymon keltirgan mo'min haqida nozil bo'lgan. Unga hattoki Fir'avn ham ziyon yetkaza olmagan. Bu haqda Alloh taolo G'ofir surasining 45-oyatida shunday marhamat qiladi. Fawaqahu Allohu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Bas Alloh uni makrlarining yomonliklaridan saqladi va Fir'avn ahlini yomon azob o'rab oldi. Va ufawwidu amri ilalloh. Ishimni Allohning o'ziga topshirdim. Bu oyat karima siz ega bo'lgan eng katta kuchdir. Va ufawwidu amri ilalloh. Innalloha basirun bil ibad. Ishimni Allohning o'ziga topshirdim. Albatta, Alloh bandalarini aniq ko'rib turuvchidir. Turli xil fitnalar, sinovlar paytida ishlaringizni Alloh taologa topshirar ekansiz, bas, endi juda xotirjam bo'ling. Robbul alamin sizni aslo tushkunlikka solmaydi. U sizni ko'rib, ahvolingizni bilib turadi va hali siz uning tadbiridan albatta mamnun bo'lasiz. Zero faqat Robbul alamindan umid qilgan bandalarining iltijolarini u zot aslo zoyi qilmaydi. Ularni himoyasiz tashlab qo'ymaydi.